Qalaysizlar qizlarjonlar, bugun sizlar bilan birinchi marta julyen tayyorlab ko'ramiz. Birinchi bo'lib folgadan xamir uchun qolipni videoda ko'rsatganimda yasab olamiz. Keyin esa tayyor slayonni xamirimizni ikkiga bo'lib olib, o'rtacha yupqalikda yoyib olamiz. Xamirimizni shunaqa kesib olib, videoda ko'rsatganimdek qolipga to'g'irlab olamiz. Oxirida xamirni zubachka bilan shunaqa tikib olamiz, shtobi ochilib ketmasligi uchun. Endi chiroyli bo'lib qizarib chiqishi uchun bizga tuxum bilan sut kerak bo'ladi. Ularni aralashtirib olib, xamirimizni ustiga surib chiqamiz. Tuxumni ustiga surib olamiz va ustidan kunjutni sepib olib, qizarib chiqqunicha duxovkaga jo'natamiz. Eng qiziq joyiga kelishimizdan oldin Eza firmasidan olgan mahsulotlarim bilan maqtanib ketmoqchiman. Ishonasizlarmi, qizlar, oddiy yuvish gelidan tortib parashoklarigacha bor. Gelini ham shunaqa turli hidlari mavjud. Va idishlarni yuvib olib, Ezaning shu sredствосini ishlatdim. Yangi rakvina qo'yib qo'yilganda yaltirab qoldi-yu. Va endi qo'llarimni o'ynatib, Ezaning chijiri bilan gazli chirklari bilan jangga tushdim. Keyingi videolarimda boshqa mahsulotlarni ham sinab ko'rsataman. Endi esa qizib turgan tovaga pista yog'i bilan slivichniy maslo qo'shib oldim. Slivichniy maslo oxirigacha erishini kutmasdan piyozni qo'shdim va oyijonim aytganlaridek piyoz o'lgunicha kutdim. Piyozimiz o'lib olganidan keyin tovuqni qo'shib, xohlagan ziravorlarimizni ham qo'shib olamiz. Tovuqimiz ham pishib qolganida qo'ziqorinlarni qo'shamiz. Hammasi pishib qolganidan keyin 3 qoshiq smetana qo'shib dimlashga olib qo'ydim. Shunaqa sochni chiroyli bo'lib pishadi. Xamirdan qilgan idishchalarimiz ham shunaqa qizarib chiroyli bo'lib pishib chiqqan. Endi esa idishchalarimizdagi nachinkalarimizni solamiz va ustidan xohlagan sirimizni sepib olib, duxovkaga 5 minutga qo'yib qo'yamiz. Tadam, julyenimiz ham tayyor bo'ldi. Endi pomidor va kokatlar bilan yasatib olamiz. Birinchi marta uchun yomonmas deb o'ylayman. Sizlar ham uyda qilib ko'rishlarini tavsiya qilib qolaman.